Akalar, shu videoni ko'rib o'tirib ham 200 ming so'm pul ishlab olsangiz bo'ladi. Akalar, bu pul ishlab olishni shartlari birinchi o'rinda hoziroq mana shu ko'rib turgan videolaringga bittadan like bosasizlar, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib turib, 31-dekabrgacha kelib bizdan xo'p, ko'rib turgan vakuumli drabilkani xarid qiladigan bo'lsalaring, drabilkamiz narxini sut ekin narxlarda, ya'ni eng arzon narxlarda baraka qilamiz. Undan tashqari ehtiyojlaringiz uchun 200 ming so'm, 300 ming so'mgacha bonus sifatida sizlarga pul qo'shib beramiz akalar. Bizda barabar aylantirish, sizlar qiynash shunaqa narsa bo'lmaydi. 200 ming so'mlik bonus aksiyamiz vakuumli drabilkalarimizga davom etadi. Drabilkalarimizni to'liq ma'lumotlarini video davomida aytamiz. Dastavkalari bilan ma'lumotlarni beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risida. Bizda ikki xil variantda drabilka mahsulotlarimizdan kelgan akalar. Bu variantimiz kichikroq varianti, bu variantimiz kattaroq variantidan bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bug'doy, makka, guruch mahsulotlarini bemalol vakuum orqali tortib, maydalab chiqazib berish uchun mo'ljallangan. Xo'p, bu drabilkamizda ishlash videolarini ham hamma ko'rgan, ishlatib ham ko'rganlar bor. Asosiy narsasi buni motoriga bog'liq bo'ladi akalar. Motoriga qarab narxlar o'zgaradi. Biz bunga 5,5 kilovatli eng katta motorlardan qilib olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin akalar. Sifati juda ham zo'r. Shlankalari ichi trosli, original shlanka akalar. O'ziga setka qo'yilinadi, mana shlankasi ham alohida chiqargan. O'ziga mana ichki tomonida setkasi bor. Setkalarini qo'yib turib, bemalol foydalanib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Pichoq aylanishini hisobiga оборотga sizlarga dalji u holatiga olib kelib maydalab chiqazib bera oladi. Kentaur brendidan 220 volt tokka ishlaydi. Soatiga mana 500-600 1 tonnagacha bemalol mahsulotlarni maydalab chiqazib bera oladi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Xitoy mahsuloti narxi bu variantimizni narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, $450 dan dastavkalari bilan chiroyli qilib beramiz. Kelib xarid qilaman degan akalar uchun ham bemalol do'konimizga kelib xarid qilishlari mumkin. Shu akalar aytgan narsa aytilgan o'q. Like bosasizlar, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozasizlar. Kelib bizdan drabilka xarid qiladigan bo'lsalaring, narxini kelishamiz. Narxidan tashqari 200 ming so'm bonus sifatida olishlari mumkin. Endi bu kattaroq variantimiz. Bunga nisbatan hajmi ham kattaroq, chiqarishlari ham ko'proq chiqazib beradi. Xo'p, motori 5,5 kilovat, tepa tomonda mana o'zida to'kchi ko'rsatib turadigan datchiklargacha qo'yilgan akalar. Sifati juda ham zo'r. Оборотлari ham moshni qilib ishlangan. Undan tashqari motorlarni sovutib turadigan o'zi ventilyator tizimigacha mavjud. Mana ichida pichoqlarni ko'rishlaringiz mumkin. Buni pichog'i unga nisbatan ko'proq hamda maydaroq maydalab bera oladi akalar. Sifati juda ham zo'r, a'lo qilib ishlangan. Dastavkalar bor. Narxi $470. Bu akalar shu 1,5 tonnagacha bemalol mahsulotlarni maydalab chiqazib bera oladi akalar. Sifati juda ham zo'r, 220 volt tokka ishlaydi. Xohlasanglar ham bu drabilkalarimiz 380 qilib 380 qilib ber deydigan bo'lsalaring, 380 motor qo'yib turib ham bemalol foydalanib qilib bera olamiz akalar. Kimga shunaqangi drabilkalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bog'lanib kelib do'konimizdan xarid qilishlari mumkin.